tavba hech kimga ravo ko'rmayman deb uni. Yosh qiz 18-20 yoshda bo'ladi. Turmushga chiqadigan qizlarda bo'ladi eng qizig'i. Unichi birov olmaydi ham, chiroyli men ko'rganman. Normal chiroyli qiz, burun hidlanyapti. Burun bittacha ko'rka sizga ham seziladi hidi. Tasavvur qiling, ertaga turmushga chiqishi bor uning. Bitta ayol erkak bilan oila qurish kerak-da u. Yuvasiz, lecheniya qilasiz, bir hafta mumkin yaxshi bo'ladi. Yana keladi keyin. To'g'ri qilasiz. Operatsiya qilamiz, qanaqa operatsiya qilasiz? O'zingizda uni chirib ketgan, o'zingiz chig'anoq yo'q unga. Unga qayta chig'anoq qo'yishimiz kerak, qo'polayotganini bunday olib qarasa-da. Subatrativ rinit shunaqa bo'ladi. Chig'anoqli ko'rsangiz, pashti yuvib ketadi. Buni ko'rasiz, g'or, mana katta burun, bu yoqda ham katta burun. Nima bu shunaqa kasallik bor? Subatrativ rinit degan kasallik bor. Azena. Endi azena endi ko'pincha qizlar bo'ladi. Ular oldiga uni ko'rsatmas, oldiga borib ham bo'lmaydi. Xillanib ketadi. Bir ham chig'anoq chirib ketadi-da. U koagulyatsiya qilganda yo'q. Ha, polni nekroz beradi-da. Bu ularda burundan nafas olish muammo bo'lmaydi. Qayta burun qurib ketyapti, burni hidlanyapti deydi. Tavba qilib olmoqda ko'rgandim bitta qizni. Shunaqa azena, klipsella, azena degan bitta infeksiya bor. Qattiq yuqtirganda u. O'sha burun chekirib qolsa, burunning shilli qavatlarini quritib, sekin-sekin yemiradi. Sekin juda ham sekinlik bilan u og'ritmaydi, isitma chiqarmaydi, eng qizig'i bor-ku, faqat burunni qoqadi, ko'rka chiqaradi, hidlanadi burun. Juda achinarli, tavba qildim. Ularchi qanday hayot kechiradi bilmayman men to'g'risi. Постоянно burun yuvishdi, постоянно. Bugun ertalab burun yuvadi, ertaga burun hidlanadi. Eng kam uyda mana dolsin burun yuvib yurish kerak bo'ladi. Eng yomon kasallik. Tavba qildim, har bitta sohada yomon kasalliklar bor-ku, bizlarnikida o'sha bittasi azena. Hid bilmaslik undan yaxshiroq-da. Masalan, hid bilmasdan turmushga chiqishi mumkin, farzand qoldirishi mumkin-da. Lekin bu qiyin. Juda achinarli holat.